Videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilaman. Inshaalloh hammangizga manfaatli bo'ladi. Qaranglar, ko'pchiliklardan savol kelyapti. Ko'pchiliklar menga rasm videolarni tashlashyapti. Murskoy счастье, женский счастьеlar o'lib qolyapti yoki mana bunaqa holatda nima bo'lyapti, qanaqa sug'orish kerak, nima qilish kerak. Mana hozirlarga shu gulim bor edi, sug'orishdan oldin keyin bitta video obzor qilib beraman deb birga sug'oramiz. Mana qaranglar. Ayol baxti, mana. Ayol baxti mana shu ahvolga keldi. Bu chanqadi, o'zini bildiradi bu. Mana. Bu chanqadi. O'zidan o'zi olib suvga tiqib olish kerak emas. Ayol baxti har kuni suv ichmaydi. Mana. O'zi aytilgan. Ayol baxti spetsifilum 3 kun, 4 kun. Lekin bizning kunlarimiz suvligini hisobiga olamiz va xonalarimizni harorati qanaqaligini hech kimnikini bilmaymiz. Keyin nam quruqligini ham hisobga olib turgan holatda 3 kun, 4 kun deyilgan, lekin bu issiq kunni oldiga olinadi. Uyi помещение anaqasi, nima deydi, увлажненияsi anaqasiga olinib turib qilinadi, lekin har kuni ichmaydi bu suvni. Mana, agar har kuni suv ustidan suv berilsa, noto'g'ri berilsa, baylar sarg'ayishni boshlaydi, uchlari qorayishni boshlaydi va bu nimadan keyin kelib chiqiladi. Ana o'shanga mana qaranglar. Mana. Chestni mana sizlarga ko'rsatib beraman. Mana shu chanqadi. Grunti yaxshi bo'lgani uchun yengil bo'lib qoldi. Mana. Agar ustma ust suv bersanglar bunga, mana buni ko'targaninglarda og'ir zilzambil bo'ladi. Qo'linglarni tiqsanglar ichi batqoq bo'ladi. Bu quppa quruq mana. Mana quppa quruq bo'ladi. Mana buni chanqagan. Buni olamiz, suvga tiqiladi. Hozir ko'rsatib beraman, mana qaranglar. Mana mashetgacha, mana teshiklardan suv kiradi. Mashetgacha suvga qo'yiladi. 10 minut, 15 minut ushaladi, yetadi. Har kuni ustidan yozgi kunida kerak bo'lsa 2 mahallab suv sepib turiladi. Chunki vodoxlop suvni juda ham yaxshi ko'radi. Bu degani sharillatib suv quyish kerak degani emas. 3 kun, 4 kunda olamiz, lekin mana shu holatda chanqagan bo'ladi. Bundan 5 battar yotgan bo'ladi. Chanqagan olinglar, suvga tiqinglar. Tak. Erkak baxti mana murskoy счастье Antonio. Buni sug'organman. 2 kun bo'ldi sug'organimga. Qo'limni tiqib olman, mana chetidan aldab turib qo'limni tiqib olman. Mana уже mana manbetdan namli boshlandi. Mana shetdan namli boshlandi. Qo'yinglarni tiqqanda mana mashitgacha qup-quruq bo'lgandan keyin bunga suv beringlar. Bo'lmasam ildiz chirishi, qorayishi, sarg'ayishi boshlaydi gul. Buni sug'ormaymiz chunki bu normal. Har kuni bir mahal ustidan baylariga suv sepib turinglar. Bo'lmasam qorayib chirib ketadi. Antolim 10 kun, 12 kun deb olamiz, lekin 1-2 kunni bu issiq kunda oldinga surilishi mumkin. Bu sizlarning uylarning haroratiga qarab qilinadi. Mana qaranglar, olinadi, mana tiqildi. Ko'rilyapti sizlarga. Mana даже turpog'i yengilligidan mana naq qilyapti, yiqilib tushyapti. Mana hozir bir pas ushab tursam, mana уже qaranglar, suv shimishi boshladi. Mana mashetgacha suv chiqadi. Shunda 15 minut ushaysizlar, olib qo'yaverasizlar. Buni ko'tarilishini kutishinglar shart emas. Hech ham shart emas buni ko'tarilishini. Olib qo'yganlardan keyin o'zi ichib olgandan keyin sekin ko'tarilib olinadi. Mana shu narsaga rioya qilinglar. Har kuni suv ichmaydi. Spetsifilum ham, через день ham, anturium ham suv ichmaydi. Aytganimdek mana shunaqa qilsanglar, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Yaqinlaringizga, gul boqayotganlarga tarqatib qo'yinglar. Inshaalloh manfaatli bo'lsin ilohim. Ular ham foydalanishsin, gullar chiroyli bo'lib o'ssin. Like, podpiskani ayaminglar, kommentariylarda yozinglar. Rahmat.